Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bu anjir daraxti. Anjir daraxtini bargi oltindan qimmat turadi. Mana hozir ko'rasiz. Qarab turing, undan qanday foydalanishimizni ko'rasiz. Mana bu idish tovoqlar yuvilmagan holatda. Mana bu idish tovoqlar yuvilmagan holatda. Mana endi hozir anjir bargini olamiz. Anjir bargidan olamiz. Aslında ushab turgin. Ehtiyot bo'ling. Men qo'lingni yop, bunday pastdan pastdan. Mana shunda o'sha. Qo'lingni ol. Mana shunda o'sha. Qozonni ko'rsat, qozonni ko'rsat. İlusiz solamiz. Mana bargini olamiz, bargini shunda qilsak, mana hamma toza bo'ladi mana. Hech qanaqa parashok ham kerak emas. Mana shu mana ko'rsat, mana buni. Mana shu anjir bargida toza bo'ladi. Hamma yoqda anjir bor, tekin. Bunga anaqa qilib pul so'rab yurmaysiz. Hamma yoqda anjir o'sib yotibdi. Bayni olib quritib qo'ysangiz, qishi bilan butun keyingi sezongacha bemalol tekinga shu idish tovoqlaringizni yuvib olasiz. Mana top-toza bo'ldi. Faqat issiqroq suv bo'lishi kerak, toza bo'ladi. Hamma idishlar toza bo'ladi. Baylarni olib bekitib qo'yasiz. Quritib qo'yasiz, keyin suvga solib ivitib 5 minut 10 minut suvda tursa o'sha baylar yumshoqqina bo'ladi. Undan keyin mana idishlarni yuvib olasiz. Mana bu ham yuvilmagan idish mana. Mana bunga soldik. Mana buni ko'rsat. Mana ko'rsat. Ana endi hozir skоворodkani yuvamiz. Mana top-toza bo'ladi. Ana. Ana. Endi mana kosani yuvamiz. Ana. Endi kosani yuvamiz.